Yoshlarga milliy non va paxtaning ishlab chiqarish uchun. non ishlab chiqarish ekan. Non Non mahsulotlar. ishlab chiqarish uchun olmoqchimiz. Uskunani qayerdan olaman deyapsizlar? Uskunani shu yerdan bir ta'minotchidan olamiz. Xolnazar aka. Xolnazar aka. Ta'minotchidan olamiz. Telefon nomeringiz aka? 90lik 720 0120. Hujjat berdingizmi? Hujjatlar berganman. Safarga berilgan hujjatlar? Osmonda bergan. Hujjat berilgan, Andreyga tashlandi. Nima qaytadan so'q? Filialda 10 oylik rejasi bajarilgan. Ha, u mahalla orqasidan tashlaydi. Yo'q. Yo, sizlar yoshlardan oz qo'yinglar. Hozir gaplashamiz mayli. Yoshlar bo'yicha Necha tashlaymiz. qo'yib bergan-ku, 700 mingdan chiqarishimiz kerak. Qaytadan hozir tashladim. Xat olib ketganmi? Qaytadan. Hozir tashladim. Tashlaymiz, Xolnazar aka. Hujjat bergan bo'lsangiz bo'ldi. Bugun erta aytamiz. U qizingiz o'zi ham kelgan, baqa. Bo'ldi aka, siz bo'lmasa nomeringizni yozdim. Qizingiz nomerini ayting. Bo'ldi, sizga chiqaman. Bo'ldi aka, bo'ldi. Keling bu. Tadbirlar masalasi bo'yicha subsidiya olishimiz kerak. Ho'l mevani nima qilishga, rivojlantirishga, ho'lni qishloq xo'jalik mahsulotlari. Subsidiya? Onlarga subsidiya bu to'liq bizdan bo'lmaydi, aka. Bu yagonalarcha orqali ariza beriladi, keyin hokimiyatga to'liq o'zini subsidiyani tasdiqlash komissiyasi bor. Ular tasdiqlagandan keyin siz nimalaringiz o'tib keladi, aka. Keyin siz hozir agar kredit shunaqa nima desangiz, maydalardan qilamiz. Bu subsidiyangiz nima hujjat beradimi, bilmayman. Yo'q, bizlarga o'sha nimaga shu subsidiya berilishga nima chiqqanda, subsidiya berilishga ruxsat bo'lgan, ha? Ruxsat bo'lgan, ha. Bizga hozir nima yordam beradi? Sizlarga hozir yordam menga o'sha mayli tadbirkorlik bo'yicha yoki hunarmandchilik bo'yicha shu menga ilova nima kerak menga? Shunday loyihasi kerak. Loyihami? Ha. O'sha loyihani olsam, o'shani qarab, shu loyihani ta'lim qilishim kerakki, hujjat ishlarimga. Loyiha qilib berish kerak. Ha. Bo'ldi, hozir safarlar loyihachi nimalar bilan gaplashtirasizlar. Biz yigitlarni tushunadi. Bo'ldi. Hozir yana bitta nima bor, sizga shu yordam qilamiz. Kredit kerak emasmi sizlar? Yo'q, kreditga hozircha kerak emas. Kredit desangiz qilib beramiz aka, masala yo'q. Agar yoshlar bo'lsa, yoshlarda limitimiz ham bor. Imtiyozli kredit 30 yoshgacha kirib bo'lganlarga mana bu ishlab chiqarish, uskuna olishga kreditimiz bor. Qanchagacha kredit bu? 100 milliongacha, 100 milliongacha garovsiz shaklda. Bezgara bor. 100 milliondan oshgan qismi ham 19%dan 312 emas. 100 milliondan oshgan qismiga avtomatik foiz ko'tariladi. Pensiyalarga beriladi. Pensiyalarga berilmaydi. Yoshlardan bo'ladigan bo'lsa 30 yoshgacha bo'lish kerak. 18 dan 30 yoshgacha bo'lish kerak. Kredit tarixi toza, oldin kredit olgan bo'lsa, maqsadda qaytadigan yoki umuman kredit olmagan fuqaro bo'lsa, zo'rlab o'zi KTMda tekshiradi. Bo'ldi, uni o'ylashib ko'ramiz. Yaxshi bo'lsa, mollarga nomeringiz nechi? 94lik 144 25 olmuş. 25 olmuştur. Bo'ldi aka. Hozir safarlar ko'rsatasizlar, do'stlar. Shunda javob nomerini beringlar, bu masalani yechib beradi. Xo'p, ko'rsak bo'ladimi? Ya, Mayli, bu Sherol bu keling. keling. Kecha masala bo'yicha bu yaxshi deganda sal firabonasi bo'lmasa kerak. Yakka tartib qo'yildi. Bitta mashinada Shunday. Mayli, xususiy korxona ham farqi yo'q. Agar olib kelsangiz, mana 1 yildan oshgan faoliyat bo'lsa 312 dan qo'yamiz. Agar yo'q desangiz, mana Express aylanma kreditimiz bor. 200% garov qo'yiladi. Naqd pulda kredit chiqadi korxonaga. Aylanmasiga qarab chiqadi. 300 milliongacha beriladi. Aylanmaga juda nima qaramang, garov 200% qo'yilishi kerak. 500 million mulkingiz bo'lsa, 200 ming keyin chiqadi. Buni oldin garov turibdi, tomon boshqa garov yo'qmi? Mana mashina bo'lsa
shunday boshida.